odamlar yashab turgan uyda ular buzishga kelyapti. Buni majburiy ijroni xodimi buzishga urinyapti hozir. Mana shu Cobaltda kelgan 297 L 297 L A 75. Bajarinib shu yashalayotgan uyda aholilarni tinchini buzaman deb harakat qilyapti. Nima dedi? Yo'q, deb vaqt chaqirsalar, o'tdan chaqiraman, opar qamoqqa. Nima dedi, tog'a? Shashmaydi, bu opani vaqtga chaqirgan eshitayapsizmi sen? Vaqt bo'ldi. Ha, sen undamaysan. Sen nima saqlaysan deyman. Aytayapman, aytayapman. Ha, shuni saqlaysan, sen gapirmaysan. Hozir mo'ralari biza shunga mo'ralatyapti, hozir sen orqangiz beraman. Mayli, qolgan joyga Mana shu uyning endi tushundim sizni. buzilishi Kimda uchun mana shuni bor. sababchi bo'lgan odamlarni izlab kelyapmiz. pul bergan odam bo'lsa Shuncha oila yashaydi shu 3 ta uyda. Shuncha odam istiqomat qiladi. Nima sababdan odam yashayotgan uyni buzish kerak? Sizga muomala qiladi. Shuncha odam mana beguna kelib turibdi. Telefonni olayotgan javob berasan. Men javob beraman. Bo'ldi, yapti. Biz Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani Hurlik mahallasida yashovchi bir guruh fuqarolar, shaxsan prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga, undan tashqari bosh prokurorimiz Nigmatilla Yo'ldoshev hamda xotin-qizlar huquqlarini himoya qiluvchi Saida Mirziyoyevalarga mana shu murojaatnoma bilan chiqyapmiz. Biz 2017-yilda Hurlik mahallasidagi Tojbay Bekbo'tayev fermer xo'jaligining boshlig'i Allomurodov Mirkomildan yer sotib olganmiz. Shuncha yillardan buyon foydalanganmiz. Mana shu yerdagi tomorqani ikkinchi guruh nogironligi bor. Ikkinchi o'g'lim, ana shu o'g'lim uchun olganman. Uning ishlashga umuman imkoniyati yo'q. Mana bugungi kunda esa yerimizni noqonuniy deb topib 2026-yil 6-iyul kuni uyimizga buzish uchun bir guruh ichki ishlar xodimlari, keyin yong'inni o'chirish xodimlari, undan tashqari buzish uchun reper traktorlari bilan bir ko'pchilik bo'lib xullas kalom kelishdi-da. Majburiy ijro tomonidan buziladi deb. Majburiy ijro tomoni haqiqatan ham sud ajrini chiqargan buzish uchun, lekin biz shaxsan hokimimizga murojaat qilib chiqqanmiz, qabuliga kirganmiz. U kishilar aytayapti, bizning vakolatimizga kirmaydi yer muammosi deyapti. Biz qayerga borishni bilmaymiz. Boshi bir ko'chaga kirib qolganmiz-da, xullas kalon. Bitta tarafimiz fermer xo'jaligi bizga hech qachon hech joyga murojaat qilmaysizlar. O'zim hujjat qilib beraman deb yolg'on aldov bilan bizni ishontirganda. Onang dushanba kun pul devdi, shuni ham tezlashtiringlar. Bu yoq chiroyli bo'ladi hammasi, o'ylama. Hozir nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? 1.5 bir narsa deyapti senlarga. Ha? Senlarga 1.5 narsa deyapti. Shu yog'ini ushlab turibman men. Hech kim hech narsa demasin deb. Qasam shular bo'lsin deb yotibman men ham. Ha? 1.5 narsa dedimi senga? Kelib. Mana shular shunday qilyapti, hozir 1.5 narsa dedimi? Shuncha zabor-pavorlar qilib qo'yilgan 1.5 narsa dedimi? Ayt. Men ham jon boricha harakat qilyapman. Meni ham odam tuqqan, ona tuqqan. Bilib turibman hammasini. Odam jahl jaraqat. Endi birgishimiz kerak hammamiz. Nima bo'lsa birgishimiz kerak. Bu baqir chaqir, urush, janjal yozuvchidan foyda yo'q. Ish bitmaydi undan. Nuriddin, yaxshimisan, zo'rmisan? Bordim Nuriddin. Ertaga bo'ladi desam, hozir pul yo'q deydi yenang. Seni kelyapti dedi, sen ham kelmading. Misol men ertaga olib borsam, tappa tayyor turibdi hujjat. Ertaga ham hujjatda va erta indin 5-kun, 6-kun deb qolaman keyin pulda. Hujjatda gap yo'q, hujjat tayyor turibdi. Mana yerda pul tayyorla, aka pul tayyor. Api hujjatida agar olib bormasam men keyin aytasan. Hech gap bo'lmaydi, dokument tayyor. Men yangi boydan ola olmayapman. Dokument tayyor. Hech qanday muammo yo'q. Qilaversin. Men kecha ukangga ham aytdim. 2-3 kunda pulni qilib tashanglar dedim. Nuriddin, yaxshimisan? Bor xabari keldi.
Şu an kadastr raqamini ola olmay turibdi. Qolgan hamma narsasi bo'ldi. Birda 3 kishiniki bo'lyapti. Bahodirniki, Abrorniki, seniki. Oladi. Bo'ladi nasib. O paz nimalari, pechatlari, nimalari hammasi bo'ladi. Nima soliqda ham hamma joyda ko'rinyapti sizlarniki ham. Ko'rinadi. Hech qanday muammo yo'q. Alaykum assalom, Nuriddin zo'rmi, yaxshimi? Bo'ladi, xudo xolasa inshaalloh. Dahshat bo'ladi bo'lganda. Pulni sanasan, pulda. Mana shu dalalar bo'sh dala edi. Hozirgi kunda Xudoga shukr, mana shu yerda 20 taga yaqin xo'jalik yashayapti-da. Fermer aytganki, men shularni joylashtirganman, sizlarni ham joylashtiraman degan. Biz ishonganmiz. Ana shuning uchun bugungi kunda aldandik. Endi prezidentga murojaat qilishimizdan maqsad, mana prezidentimiz videolarda ko'ryapmiz, mana shu matbuot sohalarida ko'ryapmiz, mana nimalarda butun xalqimiz uchun kuyib, pishib juda bir katta imkoniyatlar qilyapti, yordam qilyapti, mana tadbirkorlarga imkoniyatlar qilyapti, fuqarolarga qanchadan qancha yordam qilyapti. Biz ham shu prezidentimizdan, mana shu yuqori tashkilotdagi odamlardan murojaat bilan chiqib yordam so'ramoqchimiz. Sizdan iltimos, mana shu o'zi 3 tagina oilamiz. Boshqa joylarda ham bor mana shunday muammolar juda ko'p. Lekin boshqa joylarda bunchalik darajada buzish, har kuni riperlar kelish bo'layotgani yo'q. To'g'ri, biz balkim bir boy badavlat odam emasdirmiz, oddiy oiladirmiz, oddiy fuqarolarmiz. Balkim shuning uchun ham bizni shunday qilishyaptimi? Biz ham axir O'zbekistonning farzandlarimiz, fuqarolarimiz, xalq-ku biz ham bir. Biz ham xalqmiz, mana yurtboshimiz aytadi, xalq bular. Ular bizning xalqimiz. Biz ham shu xalqning bir parchasimiz-ku. Shuning uchun iltimos sizlardan bizga bir amaliy yordam qilishlaringizni so'raymiz. Tegishli tashkilotlar bilan bir maslahatlashib, mana shu joylarni o'zimizga qolib, bu bizning 10 yillik, salkam 10 yillik mehnatimiz samarasi bu uy. Aytayapman-ku, masalan, shaxsan men bir ona bo'ladigan bo'lsam, 13 ta xo'jalik bir oilada yashayman. Bitta o'g'lim 2-guruh nogirona. Bitta o'g'lim chet elda ishlab, mana musofir joylarda yurib pul topib, mana shu 1 yil shifir olganmiz, 1 yil yog'ochini olganmiz, yig'ib mana shu darajaga keltirganmiz. Endi shuncha yillik mehnatimiz bir kunda sarobga aylansa, bizga ham alam qiladi. Shuning uchun shaxsan prezidentimiz bizning masalani, mana shu murojaatlarimizni ko'rib chiqib, bizga ham bir amaliy yordam qilishingizni so'rab murojaat qilib chiqyapmiz. Mana 2017-yilda tomorqa bana qilganmiz. 2021-yil xo'jayinim koronavirusdan vafot etib, 3 qiz bilan voyaga yetmagan 3 nafar qizim bilan qolib ketdim. Bu yerda sharoitlarim qayni tarafimda sharoit og'ir bo'lgani uchun o'zim akamlar tomonidan, ota-onam tomonidan kelib mana shu tomorqa olib, uy-joy qilib berish, ta'mirlab berish qilib beraman deb olib mana shu joyda olganmiz, ferm xo'jalikda sotib, lekin shu darajaga kelguncha shunchalik qilib xona tom soldim. Ilojim yetmagani uchun sharoitim og'ir. Nonni topsam ovqatini topmayman. Suvni topsam choyini topmayman. Mana xona akamlar, qarindoshlar orqalida mahalla taraflarga bordim. Biram marta mahallam yordam bermagan. Shu akalarim, qo'shnilarim, ag'aynilar tarafida xona tom solib o'tirman. Hattoki shifirlarga, loyshibaqlarga yog'och olishga ilojim yetmagani uchun majbur bo'lib o'tiribman. Shu uyda ham biz zaman deb kelib o'tiribdi. Qayerga borishni, qayerga nima qilishni hokim tomonidan, prokuratura tarafidan hamma yerga bordik. Bormagan ahvolimiz qolmadi mana 3 oila uchun. Bizga iloj yo'qmi? Ta'mirlab berish, ya uyman, shu ta'mirlab bermasin ham, shu uyimiz buzib qolmasin. Shu bizga yordam beringizlar, iltimos prezidentimiz. Sizga shuni orqali chiqyapmiz. Biz 3 ta oilamiz, Norboyeva Mastura, Pardayeva Mavjuda, Qarshiyeva Ashurgul. Shular tomonidan murojaat yo'llayapmiz. Men Qarshiyeva Ashurgul, 2 nafar voyaga yetmagan farzandim bor. Xo'jayinim Rossiyada, yurak xuruji bor.
Shu uy uchun necha yildan beri yig'inib, terinib, uyda qurib yashayapmiz. Bir yil bo'lyapti yashayotganimizga. 6-iyul kuni buzishga Majburiy ijro byurosi pajarniy mashinalar bilan liper mashin keldi. Biz boshqa uy-joy qilishga ham, boshqa qilishga ham imkoniyatimiz yetmaydi. Bizga bir oy muddat uzaytirib bergan Majburiy ijro byurosi. Ertaga yana shu ahvol bo'ladigan bo'lsa, men o'zimga javob bera olmayman. Shuncha qiynalib qilgan mehnatimizni poymol qilish maqsadida kelib uyda buzamiz deyapti. Iltimos bizga yordam beringizlar. Mana shu yer masalasi bo'yicha mana shu o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer deb hisoblangan joy bo'yicha 2025-yil sentyabr oyida bizga ichki ishlar tomonidan jinoiy ish ham ochilgan. Prokuraturaga qatnadik. Undan keyin jinoyat ish bo'yicha o'zimizning Sho'rchi tuman sudida ishimiz ko'rildi. Shaxsan men 67 yoshimda 1 yil 10 oyga uy qamog'iga hukm qilinganman. Uni atrofimdagi mana shu nimalarning ham otalari, yenalari 70 yoshdan oshgan momalari mana shunday uy qamog'iga hukm qilingan. Undan keyin biz Denov sudiga, fuqarolik sudiga mana shu auksionimizni bekor qilish uchun murojaat qilganmiz, lekin auksion bekor bo'lmagan. Auksion bekor bo'lmagan, keyin mana shu uy buzish haqida qaror qabul qilingan. Biz undan tashqari yana o'zimiz Surxondaryo viloyat sudiga ham murojaat qilganmiz, lekin ular ham qanoatlantirilmagan. Mana shu qaror o'zgartirishsiz qolib ketganda joyida shu qaror kuchda qolgan. Denov tuman sudining qarori kuchda qolgan. Endi bizga yordam so'rashimizdan maqsad mana shu sudning qarorini bekor qilishga yordam qilingizlar demoqchimizda. Denov sudiga qatnashganimizda oxirgi marta borishimiz 17-fevralda bizni haqiqatan sudga chaqirdi. Biz bordik, borganimizda sudya yo'q ekanda. Sudya yo'q ekan, sekretari aytdi, sizlar ishlang qaror chiqib ketgan ishlaring bo'yicha dedi, sizlar ketaveringlar. Hattoki biz sudda ham qatnashmadik, oxirgi sudda ham. Qaror izlaringdan boradi dedi. Shu bilan yana qaytib keldik. Biz mana 3 ta xo'jalikmiz. Men Norboyeva Mastura, Pardayeva Mavjuda, Qarshiyeva Ashurgul tomonidan murojaat qilmoqchimiz. Bizning xonadonimiz 2017-yildan beri biz foydalanib kelyapmiz. 2023-yil beton tashlaganmiz. 2024-yil zabor aylantirganmiz. Bizga kelib hech kim nima uchun beton qurding, nima uchun zabor aylantirding degani yo'q. Fermerning o'zi kadastr qilib beraman, yeringda hujjat qilib beraman degan. Biz shunga ishonib 2025-yil avgust oyida ko'chib kelganmiz, uy solganmiz. Uy solayotganlaringda o'zim turibman. Mana men o'zim turibman deb qayta-qayta bizga chiqib aytgan. Biz shundayga ishonib, fermerga ishonib uy solganmiz. Shuncha kishini joylashtirib kelganman. Men sizlarni ham joylashtirib kelaman. Mana 18 ta xo'jalik joylashib kelgan fermer orqali. Biz ham shu fermerga ishonib, biz o'zimizdan o'zimiz kelib yashab, yo kirib olganimiz yo'q. Fermer o'zim qilib beraman, o'zim joylashtiraman deganmiz. Biz noqonuniy ko'chib kelmaganmiz. Ishlarimiz fermer orqali bo'lgan. Mana sudlarga bordik. Sho'rchida ham sud ko'rilib chiqdi. Denovga ham ko'rilib chiqildi. Termizga ham murojaat qildik. Mana Toshkentga oliy sudga ham murojaat qilganmiz. Shuning javobini kutyapmiz. Ertangi kun kelib bizning uyimizni buzib tashlasa, biz qayerga boramiz? Masalan, men boradigan joyim yo'q, bularning ham boradigan joyi yo'q. Mana bir kishining xo'jayini yo'q, 3 ta sog'iri bor. Bu kishining ham yerining yuragida parogi bor. Qayerga boradi? Ko'chada qolib ketamiz. Ertangi men uyimni buzib tashlasa, men boradigan joyim yo'q. Buzsa ham men mana shu uyga kiraman, ustimdan bosib ketsa ham shu birinchi uy buziladi, keyin o'lim. Shu uyda hech qayerga bormayman, tashqariga chiqmayman. Hech kim buzishga haqqi yo'q. Kambag'allarni tepkilamangizlar. Nima boylarning ishi hal bo'ladi, bizning ishimiz hal bo'lmaydimi? Biz uyimizni ko'rish uchun Instagramga tashlagan edik. Hamma yuqoridan yuqoridagilar bizga ta'ziq bildiryapti, urishib, telefon qilib.
o'chiringlar videoni deb. Biz kimga boraylik? Biz qayerga boraylik? Biz yordam beradigan yo'qmi? Hokimiyatga ham bor, foydasi bo'lmayapti. Prezidentga faqat prezidentga ishonamiz. Prezident yordam bering bizga. 7-yildan beri biz mana shu uy uchun kurashib kelganmiz. Mana shu bugun shu holatga keltirganmiz. Endi bu hamma mehnatimiz bir kunda, 5 minutda buzib tashlasa sarobga aylanaman. Bizim mehnatlarimiz qayerda qoladi keyin? Farzandlarimiz musofir joyda ishlab yuribdi. Shu bir so'm topayin, shu uyim uchun, bola chaqam uchun. Biz dunyo mana yosh go'daklarimiz bor. Yozing chillasida bular qayerga boradi uyda buzsa? Kim qabul qiladi bularni? Hozir mana o'zlaringiz bilyapsizlar, anomal issiq bo'lyapti. Nima qilsin bular? Qaysi tomonga borsin? Shunday ko'chada yashasinmi? Bularni ham bir hisobga olingizlar. Ertaga kelib uyimizni buzgan taqdirda ham men shu yerda choyliq bo'lsa ham yashashga roziman. Boshqa boradigan joyim yo'q, yashashga ham joyim yo'q. Qaynotam chiqarib bergan. Menim otamnikiga borsam, bor yo'qol bolalaringdan ket dedi. Men qayerga borib yashayman? Iltimos yordam beringizlar. Men shuncha katta uyda o'zimiz pulimiz bilan olganmiz, yerlarni o'zimiz pulimiz bilan qilyapmiz. Men shuncha katta uyimni buzgan taqdirda ham men shunday ichiga kiraman, 3 ta farzandimni olaman, o'zim kiraman, ustimdan og'darib tashlasin. Mayli, uyim ham buziladi, o'zim ham o'laman. Meni yer qo'ysin, meni olsa ham. Mana yolg'iz oilalarga, yolg'iz onalarga yordam berilsin. Qancha panalar ko'rsatilyapti, lekin oddiy meni uyimni buzilishi uchun shuncha hokim viloyatlar, tumanlarga, prokuratorlarga boryapman, hech natija yo'q. Men ham shu qator yolg'iz onaman, 3 ta farzandim bor, voyaga yetmagan. Qayerga boray hozir? Mana shu uyni buzsa, qayerga boray? Ayting, sizga ishondik. Yordam beringizlar.